asli mana yashash umri kamaytiradi deganiga qiyoshan o'sha universitetda o'qib yurgan paytlarimizda xonaga kirdik, o'tiribmizda, domlaga ko'pchilik savol beryapti. Endi biz kimyoda o'qiganmiz-ku. Xolodilnikdan bunaqa gaz chiqar ekan, konditsionerdan bunaqa gaz chiqar ekan, odam hayotiga xavfli ekan, zarar ekan, umrni kamaytiradi deydi. Mikroto'lqinli pechdan shu bunaqa to'lqinlar chiqar ekan, odam umrni kamaytiradi. Gazda shunaqa bo'lar ekan. Deyarli hamma narsadan o'sha oxiri boryapti, hech narsa qilmaslikka to'g'ri kelib qolyapti. Domlamiz aytdi-da, hech esimdan chiqmaydi o'sha. San dedi, bolaga salafanga o'ranib o'zingni muzlatib qo'ygan dedi. Va nimaga desa, "Sen yashayapsan-ku" dedi. Yashayapsan. Har yashaganingda umring kamayib ketyapti. O'zingni muzlatib qo'ysang, o'sha anda umring kamaymasligi mumkin. Men aytmoqchiman, o'shanga hech esimdan chiqmaydi o'sha voqea. Bu odam yashayaptimi? Aslida rostdan ham o'ylab qarasangiz, yomonlik ko'rsangiz, haqiqatda ham umr kamayaveradi, yashayapsan-da, chunki umr kamayaveradi. Odam endi yaxshilik qidiraverish kerak, ilojini boricha. Endi hamma narsadan me'yorda foydalansa, ancha yomon bo'lmasa kerak, xudo xohlasa. Men hozir ko'pchilik mana internetlarda, Telegramda nimada bo'lsa ham, qora choy ziyon deydi, ertasiga ko'k choy ziyon deydi. Undan keyin limon choy ziyon deydi. Aslida o'sha men aytmoqchi bo'lgan narsa, yashash ham ziyonda aslida. Aytsa umring kamayapti-ku. Shuning uchun ilojini boricha hamma narsani me'yorda foydalansa va ilojini boricha yaxshilik qidirilaversa, yaxshi bo'laveradi, menimcha. Shuning uchun aslida yashash ham ziyon, qiyoscha.